Opa, hozir 30 soniya vaqt beriladi sizga. 30 soniya ichida mendan ko'p ism aytsangiz agar, g'alaba qozongan bo'lasiz. Sizga sovg'amizni ham berib yuboramiz. Tayyormisiz? Qani kameraga qarab turing. Boshlang. Islom, Bobur, Alisher, Akrom, Akmal, Nodira, Gulhayo, Nigora, Nasiba, Mashhura, Iroda, Saodat, Gulnora, Qanoat, Karomat, Kimyoxon. Bu esimga qoldi. Rahiba, Zokirjon, Tohirjon, Iroda. Irodani aytdim. Muslima. 30 soniyada 25 ta ism aytdilar. Polni sinfdoshlarini esladilar menimcha. Ishxonadagilarni esladilar. Salom aytib qo'ying ishxonadagilarga. Ishxonamizga salom. Salom. Endi men boshlayman. Xo'p, boshladik. Anvar, Ro'zmuhammad, Mahmud, yana kim bor edi? O'zim Diyorxo'ja, Bahodir, Jalol, Jobir, Iskandar, Sobir, Farangiz, Zulfiya, Zulxumor, Guli, Gavhar, Ra'no, Oysha, Jasurov qo'shiqlarga eshitganman. Jasur, Umar, Abdulloh, Iskandar, Ibrohim. 18 ta bo'ldi. Rostdan. Xayolimda bir 45 ta ism aytganday bo'ldi. Mana bu qartanglar hammasiga kattakon rahmat sizga. Qani zo'r. Necha baho berasiz birdan? 10 baho beraman. 10 berasizmi? Mana sizga. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Ishlaringga omad. Xo'p.